Sizda qanday holat? Rahmat. Yürek ağrıda qutuldim. Yurak og'riq qolmadimi? Yurak og'riq bilan kelasiz? Yürek ağrı, ben diyalizdan ko'chga biz taqladim. Analizlarim zo'r chiqyapti xolasa. Qaysi dializi? Отрицательный hammasi 100 tekis normaga tushyapti. Nechta seans oldingiz oldin? 2ta, 5ta. 5ta. Natija seansdan ko'ryapsizmi? Seans natija beryapsiz. Faqat hozir ko'chga o'sha to'liq nafas olishimni qo'ymayapti-da. Ha, ata ham analiz yaxshi bo'lyapti. Ismingiz nima edi? Abduvoqis. Qaysi shahar? Yangiyo'lmi? O'g'anim ham o'qib keldim. O'zgarish natija zo'r-a? Zo'r, xudo xolasa. Yaxshi, o'zgarsa zo'rmi? Doktorlar nima degan endi? Doktor пересадка degan. Ha, doktorlar пересадка degan. Endi hozir doktorlarga aytdingizmi, bu gapirgan? Yo'q, ularga aytsa degan haligi mensimga qaramay qo'yadi. Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Amirallo Inoyatov. Men bugungi chiqishligimda bugungi kunda prezidentimiz fuqarolarning sog'ligi masalasida sizlarni befarq bo'lmaslikka, fuqarolarni kasalligini barvaqt aniqlashlikka qaratilgan bu chaqiriqlari, topshiriqlarni ko'rib turgan bir jamoatchi faol sifatida men bugun Qo'qon shahrida fuqarolarning sog'ligi bilan o'ynashayotgan hamda Sog'liqni saqlash vazirligini obro'sizlantirayotgan videolarini albatta ekspertizaga bir tayyorlagan albatta o'sha doktorlar, professorlar haqida gapirilgan gaplari hamda buni o'sha o'z videolarida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qabul qilingan o'sha litsenziyani bir tiyinga tenglaganligi oshkorona bu o'z videolarida jamoatchilikka tarqatganligi mana bugungi kunda mana bugun o'z sahifasida qoldirgan o'sha bugungi kunda o'sha buyrak kasali bilan kasallangan bir kasalni video qilib tarqatishligi bu bugungi kunda o'sha buyrak kasalligi bilan og'riyotgan kasallarni taqdiri bilan o'ynashlikka harakat qilinib turganligiga e'tibor berishlikka chaqiraman sizni. Bugun prezidentimiz topshirig'i beryaptiki, biz o'sha to'g'ri davolanishlik, siz albatta siz bugungi kunda shu Iqbol tabibni oldiga kelib aldanib ketayotganlarni o'sha noto'g'ri nimalardan yo'nalishlardan foydalanib turganligiga befarq bo'lib turganligingiz deb bilamiz. Hurmatli Amirallo Inoyatov, men sizga hozir ushbu videoni mana men qoldiraman shu nimadanki mana shu videoga sizdan munosabat kutaman. Sababi bu bugungi kunda o'sha sizga yuklatilgan prezidentimizning tabiblarni faoliyatini tartibga solish haqidagi o'sha qarorini ijrosi o'sha sizga yuklatilganligini biz bilamiz. Albatta bu narsani nazoratga olib o'sha tegishli shu mana shu yo'nalishdagi o'sha mutaxassislaringizga topshiriq berib buni harakati bugungi kunda odamlarga o'sha kasallarni, og'ir kasallarni mana o'z video chiqishlarida bu sahrini diabet kasali bilan, qand kasali bilan og'rib turgan shifokorni shu bitta seansida tuzatib borganligini, bu qand kasallarida taqdiri bilan o'ynalishligi, suyak yemirilish kasalligini boshidan o'tkazayotganlarda bir taqdiri bilan o'ynashlik, bu holatlar hammasi bugungi hech qaysi fanda bu o'sha videodagi odamlarni kerak bo'lsa o'sha toptirib o'shalarni holatini bugun o'sha xalqqa oldida ochiqlashligingizni so'raymiz. Sababi bu tobora xatti-harakatiga bugungi kunda qonunlarga xilof ravishda bir berilgan o'sha xulosalar evaziga xizmat ko'rsatib turganligi, bugungi kunda hech qaysi bu uni faoliyatiga ruxsat beradigan vakolati yo'q odamlarni xulosalarini bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'sha xulosa deb qabul qilib turganligi bugun sizni o'sha tashkilotlaringiz siz ishlamayib turganligingiz deb bilamiz. Sizdan iltimos mana shu videodagi holatga e'tiborli bo'ling. Sababi mana doim o'sha videolarida kasallarni chaqirishlikda o'sha doktorlarni, professorlarni o'sha gapirishligi, o'sha narsa albatta xalqqa boshqacha ta'sir bo'lishligi o'sha videolarda o'sha ko'rilishligidan bilinadi hamma narsa. Sizdan iltimos qilamizki, mana shu videoga albatta munosabat berishligingizni so'raymiz. Shu bugungi kunda o'sha prezidentning o'sha topshirig'i asosida o'sha bugungi kunda xalqni o'sha kasallarni o'sha shu holatdan foydalanib turganlarga o'sha tegishlicha xulosa berib, tegishli chora ko'rdirish